Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Anas ibn Malikdan aytadilar, kimki rizqi keng bo'lishini va ajali kechiktirilishini xohlasa, ya'ni umri uzoq bo'lishini xohlasa, qarindosh urug'chiligini nima qilsin? O'rniga qo'ysin. Bir odam 40 yil yozilgan umri. Variant A. Variant B, siyla rahimda zo'r qilsa 70 yil yashaydi. Ikkala variant ham turibdi shu yerda. Ikkala taqdirda ikkala variant turibdi. Siz shunda tanlaysiz. Qarindosh urug'chilikni uzasiz. Variant A ni tanladingiz, Alloh 40 yilda ajalingizni beradi. Endi siz variant B ni tanladingiz. Qarindosh urug', opa-singil, amma xolalar ziyoratini zo'r qildingiz. Qarindoshchilikni o'rniga qo'ydingiz. Variant B ni tanladingiz, Alloh 70 yil qiladi umringizni. Tushundinglarmi? Biz bilmaymizda 70 yil yoki bo'lmasam 40 yil bizga umr yozilganligini. Yo bilamizmi?